Ha. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa trendda rosa anjolilar bo'lib qoldida, e'tibor beryapsizlarmi? Hali 200 ta futbol fanati charter reys bilan Eronga borib samolyotda. Karnay shunday nog'ora do'mbira bilan anjolliklar keldi, boburiylar keldi deb rosa balet qilib O'zbekiston terma jamoasini bir ochko olishiga ham katta hissa qo'shdi-da. Anjolliklar. Rosa trendga aylandi. Ya, o otib ketgan Ariston ham Anjondagi Ariston edi-da. Yani shu tutab ketgan baklashka ham Bonkanishdagi. Bu ham Anjonni baklashkasi. Kecha mana yaqinda butun shafyorlarni dardiga malham bo'lgan 52 ta radarni kamerasini otib sindirgan azamat ham Anjol ekanda. Endi shuncha voqealarni ko'rib, jo'shib ketib, ey, sendan ham, mendan ham, oydan ham, kuldan ham qolar bu dunyo, siqilma deb qo'shiq aytib o'rgan. Hofiz ham mashhur bo'lgan Anjolli ekanda. Ya xullas Anjollilar trend bo'lib qoldi. Hoppa Anjollilar. Trenddan tushmaylar Anjollilar, sog' bo'linglar. Anjollar maqtavordingiz, kattasan ekansiz deb o'ylamanglar. Men ham Anjondanman-da. Maqtavoddan, Esqo'rg'ondan. Sog' bo'linglar. Hoppa Anjollilar. Salomat bo'linglar. Anjollar bo'lsa like bilan podpiska bosib qo'yinglar.